sizdan Alloh yuz o'girgani uchun namozingizni kechga qolgandirsiz. Bunaqa o'ylang. Alloh yaxshi ko'rgan bandasini ibodatga shayx qilib qo'yadi. Ko'pchilik bomdodda tahajjudda ko'zini ochib uyg'onadi. Bo'lganmi? Budilnik qo'ymasangizdan avtomatik uyg'onasiz. Kim uyg'otadi? Kim uyg'otadi? Alloh farishtalarga buyurar ekan, "Men shu bandamni yaxshi ko'rdim. Sizlar ham yaxshi ko'ring. Shu bandamni gunoh qilishidan qo'lingizdan kelgancha harakat qiling" deb sizni ko'zingizni ochtirib qo'yar ekan. Bu uchun Alloh suygan bandasi bo'lishingiz uchun nima qilishingiz kerak? Birinchi o'rinda silay rahim, yana silay rahimga qaytamiz baribir. Silay rahimni ko'paytiring. Berguvchi qo'l bo'ling. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnatlarini uyg'oting. Yer yuzida mukammal hech kim ibodati to'la to'kis ado eta olmaydi. Hattoki Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham ertalab bomdodga uxlab qolganlar. Keyin o'rnlaridan turganlarda, bu g'aflat ekan. Ketdik bu yerdan deb hamma sahobalarni olib boshqa makonga ko'chishgan. Shunaqangi joylar bor, g'aflat. Ya'ni shaytonlarning makoni, jinlarning makoni ko'zingizni silab uxlatishga harakat qiladi. Onaqa joylarni tark eting. Bir xil kelib bir uyga kirsa, nimagadir shu yerda ko'p uyqum kelyapti, nimagadir g'aflat bosolmadi. Jinlar to'lib ketgan uylarda shunaqa bo'ladi. Hozir biz jinlarning masjidiga boramiz. Ana o'sha yerda ham tarixini inshaalloh gapirib beraman. Jinlardan qanaqa saqlanishlarimizni ham tushuntirib beraman. Alloh rozi bo'lsin. Ketdik. Rahmat sizlarga. Anaqa erkaklar oldiga o'tib boringlar. Sizlar birinchi yerga kiramiz.